Assalamu alaykum hörmətli savoqdaşlar. Tayba dərsxanamıza xoş gəldinglar. Biz bugün balağat dərslikimizin 7-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə az-zikr və al-hazf haqqında toxtalğan, biz bugünkü dərsimizdə at-taqdim və at-ta'khir haqqında toxtalımız. Onda olsa biz dərsimizni başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu-thalith fi at-taqdim və at-ta'khir. 3-cü bab, yəni ilmul maaninin 3-cü babı taqdim və at-ta'khir toğrusunda. Biz taqdim və ta'khir kirishdən ilgiri azraq cümləyə əlaqədar musnad və musnad ilayh haqqında toxtalıb ötümüz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə degəndək, hər qandaq cümlənin iki çoğ asasi törükü var. Onun birisi musnadun ilayh, yəni yülünülgüçü, yəni tayinildığan, onunla hökm qılıdığan söz, yəni birisi çoğ musnad, hökm qılıdığan, yəni onun bilan hökm qılıdığan və tayinidığan söz. Əmdə bu cümlənin qaysı tərəfində kelidi degəndə, bu cümlə ismiyyə və cümlə fi'liyə qarab oxşamaydı. El-musnad vəl-musnadun ilayh fil cümlətil ismiyyə vəl-fi'liyyə deydi. Cümlə ismiyyə və cümlə fi'liyyədə musnad və musnadun ilayh aldılan cümlə iki türlü bilinir. Şundaq cümlə ismiyyə və cümlə fi'liyyə. Cümlə ismiyyədə ya'til musnadu ilayh qablal musnad. Musnad ilayh musnaddan ilgiri kelidi. Diqqətə, cümlə ismiyyədə musnad ilayh nədə keldi degan 5-də. Musnad keyin kelidi. Cümle fi'liyədə musnad, musnadın ilihdən bunu kelidi. Dəl əksicə. Cümle fi'liyədə musnad ilih keyin kelidi. Məsələn, Muhammedun qaimun. Muhammed ötürgüçü. Bu cümlə ismiyyə, yəni isim bilan başlanğan cümlə. Bundaq cümlədə musnad ilih nədə keldi ekan? 5-də. Muhammed qaimun. Cümle fi'liyədə musnad ilih keyin kelidi. Məsələn, qama Muhammed desək, Muhammed turdi desək, bu qama degan fiil işarət kimga yönlüklük? Muhammed yönlüklük. Demek musnad ilayh qaysi? Muhammed. Demek cümle fi'liyədə musnad ilayh nədə keldi ekan? Cümlədən keyin keldi ekan. Bu bir qoida. Demek ilgir keyin qilishda bilishga tegishli bir qoida. Endi biz taqdim və ta'khirga statistika noktasından kiramiz. Taqdim və ta'khir, ilgiri qilish və keyin qilish. Nimani ilgiri qilish, nimani keyin qilish? Yəni bir cümlədə qaysi so'zni ilgiri qilamiz, qaysi so'zni keyin qilamiz. Endi hammamizga ma'lumlik bir cümleni ağzımızın hamma tərkibini, hamma qismini teng chiqarib olmaydi. Cho'qim ba'zi qismini ilgiri, ba'zi qismini keyin keltirishimiz kerak. Yoki ba'zini onundan birisidan muhim ma'lumotni degil olmaydi. Bir cümleni ifodalashda cümleningki tarkibiy qismi hammasi muhim. Endi bu qaysi xil nuqtada turib ilgiri keltiramiz deganda, albatta buni balog'atlik sabablar, stilistikalik sabablar tufayli ba'zi so'zni ilgiri qilamiz, ba'zi so'zni keyin qilamiz. Deydi, من المعلوم أنه لا يمكن نطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة. Ma'lumliq cümlenin hem parçasını bir qatımda sözleş mümkün emas. Bel la budda min taqdimi ba'd al-ajza ve ta'khir al-ba'd. Belki bazı qismlarini ilgiri qilish ve bazı qismlarini keyin qilish lazım. Ve laysa shay'un minha fi nafsihi awla bit-taqdim min al-akhar. O cümleden hiçbir neresi emas, şu neresinin özü de yeni birisinden ilgiri keltirish kuchi avla emas. Yani bir cümlenin özü de bir sözün avla degil olmaydı ilgiri keltirishda. Bunu nimishqa degil olmaydi? Li ishtiraki jami'al alfaz min hayth hiya alfaz fi darajatil i'tibar. Hamma lafzlarninki itibar derecesinde hammasininki ortaq bo'lganligi uchun li ishtirak jami'al alfaz. Hamma lafzlarning ortaq bo'lganligi uchun min haythu jihatda o itibar derecesi lafzlari. Yani itibarga erish noktasini turib hammasi ortaq bo'lganligi uchun. Chunki bir cümlede her bir söz itibar noktasından o'xshash. Bal la budda li taqdim hada ala zaka min da'in yujibuhu. Şunun için la budda kerak buni anın ilgiri keltirish uchun min da'in yujibuhu. Şunu taqazza qiladigan sabab kerak. Ma'nidan ilgiri keltirimiz deyish uchun onu taqazza qiladigan sabab kerak. O qaysi? Tanda o'qiymiz. Fa min ad-dawa'i taqdim ilgiri keltirishning sabablarining qatoridan at-tashviq ila al-mutaakhir إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة. Endi biz
ba'zi so'zlarni ilgari keltiramiz. Nima uchun? Birinchi sabab kishilarni muhim gapga texmi tashviq qilish, texmi ishtiyoq bag'iltish uchun ba'zan gapni keyin keltirib, muhim emas. Yad bir gapni ilgari keltirib qo'yamiz. Yad bir gapni ilgari keltirib qo'yamiz. Bu nima deydiganda bu? Nima deydiganda bu deb qolsa, masalan, o'ylab baqsaq, mukofot oldi Muhammad desam, mukofot oldi desam, hammadan kim mukofot olganda? Shundaqmi? İmtihandan o'tdi. Kim imtihon o'tgan? Muhammad. Asli Muhammad ilgari keldi ama grammatik nuqtasini aytgan vaqtimizda. Endi buni nima ish qilib imtihon o'tdi degan ilgari keltiramiz? Sabab buningda bir tashviq, taxmo tashviq qilish, tashviq deganimiz ya'ni ishtiyoq qilish degan ma'noda. Masalan, vallazi haratil bariyatu fihi hayvanun mustahdathun min jamaa. Bu she'r qaraydigan bo'lsak, harat degan gap hayratni qoldirgan, vallazi harat bo'lsa, hayratni qolgan al-bariya butun maxluqot uningda. Kim tabi bütün məxluqat hayratı qalğan desa, hayvanun bir canlıq ki, bir hayvan degan ma'nosida emas, canlıq ki paydo bo'lgan u bir mavjudotdan. Bir mavjudotdan, ya'ni jonsiz narsadan, jama degan jonsiz narsadan paydo bo'lgan bir canlıq bo'lmaydi. Bütün insoniyat, bütün bariya degan bütün məxluqat uningda qanday qalğan? Hayratda qalğan. Kim demakchi? Rasululloh demakchi. Demak, bu yerda nima ishqa bütün məxluqatlar hayratda qalğan degəni ilgari keltiramiz. Çünki kimdi bu bütün məxluqatlar ilgari hayratda qalğan degan bir kim ekanligiga ishtiyoq, texmo qiziqtirish uchun. Demak, birinchi sababi ba'zan so'zlarni qiziqtirish uchun keyin keltiramiz. Ba'zan so'zlarni keyin keltiramiz, ilgirisiga yad gapni birini chiqamiz. Yad gapni ilgariga chiqamiz. Birinchisi shu, ya'ni tashviq. İkincisi ta'jilul masarra avil masaa. Xushalliqni yoki xafalikni ilgari keltirish uchun keltirildi. Xo'sh xabar bo'lib qolsa yoki xafalik nachar bir xabar bo'lib qolsa, buni qanday qilamiz? Ilgari keltiramiz. Masalan, hamma bola imtihonni kim o'tganda deb qolmasa, Muhammad imtihonni o'tdi deb Muhammadga xush xabar berish uchun Muhammadni qanday qilaman? Baldi deyman. Yoki shuning o'xshagan o'tdi shundaqmi? Bir odam yolg'iz bir imtihon berib, natija o'qimagan bo'lsa, uningga sen imtihondan deb bo'g'icha nima bo'lganda mana o'tolmaganmanmi, o'tilganmanmi deb o'ylab qoldi. Shundaqmi? O'tding. Shundaqmi? O'tding sen deb ma'laqqa bir natijani, shuningga bir xo'sh xabarni qanday qilamiz? Ilgari keltiramiz. Garchi aslida ba'zan boshqa gapni ilgari keltirish muvofiq bo'lsa-mu, biz xo'sh xabarni yetkazish uchun shu gapni qanday qilamiz? Beshiga chiqamiz. Yoki dal aksicha nimani? Shum xabarni. Masalan, gap nacharlik bir yomon xabarni. Masalan, bir odam sudga tushdi. Qanday hukm chiqqanda bundan desa, sening hukming e'lon qilindi deb bo'g'ich jiddilashib ketdi. Shunday qilib deymiz, al-afu anka sadara bihil amr. Kechirim sen to'g'risida uning bilan ish sodir bo'ldi, hukm qilindi. Hukm bo'ldi. Sodir bo'ldi. Bu yerda asli sadara anka afu. Shunday asli sadara beshta kelsa, senga bir hukm chiqarildi, sen afu qilib desak, mau asli grammatik qoidasi uyg'un bo'ldi. Lekin bu yerda al-afu deb besh keltiramiz, chunki xushallik, xush bishorat berish uchun, xo'sh xabar berish uchun. Al-afu anka sadara bihil amr. Yani sen to'g'risida ish afu qilinib sodir bo'ldi, hukm bo'ldi, hukm qilindi deb. Yoki nima dedik? Bir xafalikni, shum xabarni yetkazish uchunmi beshida qanday qilamiz? Keltiramiz. Masalan, bir odamni o'ltirib o'tib soldi. Qanday hukm chiqqanda bu deb tursa, deymiz, hakamal qodi deb o'chijilish bo'lsa, al-qisas hakama bihil qodi. Qisas bilan qanday qildi? Qozi hukm qildi. Qisos degan gapni beshnish qildik, ilgari keltirdik. Uningga bir shum xabarni burun yetkazish uchun. Shunda bir taqozo bo'lib qolganda. Uchinchi sababi kaunul mutaqaddim mahatul inkar va ta'ajjub. Av ilgari qilgan so'zni inkor qilish yoki hayron qilish o'rni bo'lsa, o'rni bo'lganlik uchun. Ya'ni birisi bir so'zni inkor qilib turgan bo'lsa,
biz inkar qilgan so'zga raddiya bermoqchi. Ammo bizning naq raddiya beriladigan so'z jumlaning oyog'idaroq kelib qolsa, biz raddiya o'g'achqa gapimizni beshqa chiqamiz. Masalan, بعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. Mesela, ya ben anda qilmadim, men menda yengilmaydim, yoki men menda bir ishni xato qilmaydim desin deymiz. بعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. Uzun tecrübe, uzun sınaqdan keyin mushu biz saxta zibuzlarga oldinamsa, demak bu yerdagi maqsad sen qilib boqmagan, men bunda ishni qilib boqmagan deb inkor qilgan bo'lsa, uzun tecrübeden keyin deb ma'no qilgan. Naq inkor qilgan nuqtani qanday qildik? 5ga chiqdik. Asli bu jumlaning grammatik nuqtasi turib, o'lchamlik holatda rad tartib bo'yicha kelish nima edi? Atankhadi'u bihazihi az-zakharif ba'da tul at-tajriba desak, ma'u grammatik nuqtasının tertiplik cümle oldu. Atankhadi'u bihazihi az-zakharif ba'da tul at-tajriba desek. Amma bu yerda biz ba'da tul at-tajriba deb. Men bunda qilib boqmagan desa, uzun tajriba qilib bo'lib turib, mushu zinnatlarga, saxta zinnatlarga oldinamsa deganga o'xshaydi. Demak, inkor qiladigan nuqtani qanday qilamiz? 5ga chiqamiz. Meyli u qoida bo'yicha jumlaning keyinga kelish kerak bo'lib qolgan taqdirmi, inkor qilgan bo'g'achqa biz eng 5ga chiqamiz. To'rtinchisi an-nas ala umumus salb aw salbil umum. Bir salbiylikni umumlashtirishni ifodalash uchun yoki umumlikni salbiy qilish uchun. Diqqatga pek muhim. Bu salbiylikni umumlashtirish degan nima esa bir ishning bo'lmaganligini butunlay yo'qqa chiqarish. Butunlay yo'qqa chiqarish. Salbil umum degancha bo'lsa, bir ishning umuman bo'lmaganligini yo'qqa chiqarish. Umuman bo'lmaganlik degan gap hammadan qilmoqlik, ammo 5 ikkita odam qilmoqlik. Üstündeki umum salbço hiç qanday adam qilmoqlik. Qarama, misali. Fal-awwal birincisi umum salb deganimiz yakunu bi taqdimi adatul umum ala adat naf. Ya'ni ne umumlikni bildiradigan bir vositani. O qaysi kol jami' deganga o'xshagan-ku. Mushu vositalarning hammasini biz nafidin ilgari keltirsak, buning bo'ldi umum salb. Umuman yo'qqa chiqarish bo'ldi. Xuddi hech qaysi bo'lmadi. Sen tayaqidingmi yoki o'ding bo'lsa, kullu zalika lam hech qaysi bo'lmadi. Hammangni birlashib o'dinlamo yoki birsingni o'dinlamo desak, kullu zalika lam yakun desak, hech qaysimiz umudiq degan bo'ldi. Ammo ikkinchisi salbil umum deganimiz yakunu bi taqdimi adatin nafi. Bu nafi vositasini ilgari keltirish bilan bo'ladi umum vositasiga. Dal aksicha. Masalan, lam yakun kullu zalik. Qaranglar, lam degan bu nafi vositasini, kul degan umum vositasini qanday qildik? Ilgari keltirdik. Buning bo'ldi salbil umum bo'ldi. Salbil umum bo'lganda ma'nosi nima chiqadi? Aşının hammasi bo'lmadi. Masalan, birisini udonlamo yoki hammangni birlashib udonlamo desa, men qopab lam yakun kullu zalik. Yoki hammangni udonlamo desa, lam yakun kullu zalik desam, hammamiz umudi, uning hammasi bo'lmadi desam, hammamiz umudiq, lekin 5 ikkimiz birib qanday qildik? Uduq. Yoki hammangni o'tdonlamo desam, lam yakun kullu zalik desam, bu birisi 5 ikkimiz qanday qildik? O'tdik degan ehtimolni qolib qo'yadi. Bu umumlikni yo'qqa chiqaradi, ammo bir umum emas, ba'zisining yuz berganligini bildirdi. Ammo umum salb degan umuman yo'qqa chiqarish. Qolgan ikki jumlaning farqiga. Kullu zalika lam yakun degan hech qanday bo'lmadi, hech qaysi bo'lmadi siz degan gapninki degan gap. Lam yakun kullu degan gap o'shiningki hammasi birdek bo'lmadi, lekin ba'zisi siz degan ishninki ba'zisicha bo'ldi degan bo'ldi. Demak, umum salb umuman yo'qqa chiqarish, salbi umum degan gap umumlikni yo'qqa chiqarish. Oxiridagisi hamda ilgari keltirishning sabablaridan taxsis, bir narsani xoslash uchun ilgari keltirildi. Masalan, iyyaka na'budu deganga o'xshagan. Asli na'buduga sana ibodat qilamiz shunday, ammo iyyaka na'budu desak xoslash, sana ibodat qilamiz deb tarjima qilamiz. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi taqdim va ta'xir haqidagi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت